Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan diatezlar, ya'ni bolalarda turli kasalliklarga individual moyillik haqida gaplashamiz. Kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi. Shuning uchun har bir bolani kelajakda qandaydir kasalliklarga chalinishini, moyilligini aniqlash katta ahamiyatga ega. Diatez bu bolalarni turli xil kasalliklarga chalinishga nasliy moyilligidir. Bunda organizm o'ziga xos xususiyatlari hisobiga tashqi muhit omillariga ta'sirlanadi. Nimaga diatezlar haqida bilishimiz kerak? Har bir bolada kasallikka chalinish va uni kechishi o'ziga xosligi bilan farqlanadi. Bir xil sharoitda va bir xil parvarishda bir bolani gullab rivojlanishini kuzatishimiz mumkin. Ammo boshqa bola esa kasallanib og'irlashishini kuzatamiz. Hozirgacha kasal bo'lmagan, ona sutida boqilgan bola rahit yoki ekzemaga chalinishi mumkin. Sun'iy boqilgan bolalarni birida tinimsiz oshqozon ichi kasalliklari kuzatiladi. Boshqasida esa talvasa, sudirgi, moyillik kuzatiladi. Shu sharoitda oziqlangan va o'sgan bola esa sog'lom hayot kechirishi mumkin. Shu vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligini bilish uchun albatta diatezlar haqida bilishimiz kerak. Diatezlar bir necha guruhlarga bo'linadi. Immunodiatezlar, allergik, autoimmun, limfatik, dismetabolik diatezlar, eksudativ kataral, nerv artritik, kalkulyoz. Organotopik diatezlar, adipoza diatezlar, diabetik, aterosklerotik, fibroblastik, nefropatik, intestinal. Psixotopik diatezlar, gipertenziv, kardioishemik, psixoastenik, shizofrenik. Tashqi muhit omillari ta'siri asosan yuqori sezuvchan ontogenez davrida yuqori ahamiyatga ega. Bola tug'ilganda qandaydir kasallikka moyilligi bolani umumiy parvarishi buzilishida namoyon bo'lishni boshlaydi. Diatezlar doim ham kasallikka aylanmaydi. Bolalarda himoya tizimlari va fiziologik baryerlari yetilgan sari tashqi muhit ta'siriga turg'unligi oshib boradi. Nasliy omillar ta'siri pasayib boradi. Immunodiatezlar guruhiga kiruvchi limfatik diatez haqida gaplashamiz. Immunodiatezlar bu immunologik reaktivlikni o'zgarishi bilan kechuvchi diatezlar guruhi. Limfatik diatez bu organizmni limfatik va neyroendokrin tizimlarini tug'ma yoki orttirilgan o'ziga xos o'zgarishlari. Bunda nojo'ya ta'sirlarga qarshi adaptatsiya imkoniyatlari pasayadi va yallig'lanish jarayonlari og'ir yoki surunkali kechishni boshlaydi. Limfatik diatezi bor bolalar allergiyani 2, 3, 4 tip allergik reaksiyalariga tayyor bo'ladi va allergiya va tuberkulozga chalinishga moyil bo'ladi. Nasliy moyillikdan tashqari rivojlanayotgan organizmga viruslar va boshqa ta'sirlovchi omillarni ta'sirini ham inkor qilib bo'lmaydi. Limfatik diatezda bolalarda limfatik tizimni yetilmaganligi yotadi. Bolalarda mahalliy ichak immuniteti yetilmaganligi sababli oqsil nagruzkasi hisobiga oshqozon ichak kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari, endokrin kasalliklari paydo bo'ladi. Limfatik diatez maktabgacha yoshdagi bolalarni 3-7% uchraydi. Erta yoshdagi bolalarni 10-13% va 1 yoshgacha bolalarni 19% kuzatiladi. Limfatik diatezning rivojlanishida homila, tug'ruq va tug'ruqdan keyingi davrlarga bir qator ta'sirlar yotadi. Rengen nuri ta'siri, alkogol, gipoksiya, virus bakterial infeksiyalar, toksika infeksion kasalliklar, allergik va autoimmun kasalliklar, endokrin va nevrologik kasalliklar. Limfatik diatez rivojlanishida bir qator o'zgarishlar yotadi. Vegetativ asab tizimining simpatik qismini qo'zg'alishi pasayadi. Gipotalamik markazda stimulyatsiyasi kamayadi va ichki sekretsiya bezlari faoliyati buziladi va somatotrop gormonining ishlab chiqarilishi eng yuqori vaqti 6 oygacha kuzatiladi. Shuning uchun bolalar tug'ilganda katta vazn bilan tug'iladi va 6 oygacha tezda vazn qo'shadi. Gipofizni adrenokortikotrop funksiyasi buziladi. Buyrak usti bezi faoliyati pasayadi. Glukokortikosteroidlar kamligi bosh miya va simpatik asab tizimini faoliyatini pasaytiradi. Timus limfatik tizimini buzilishi gipofiz adrenal boshqaruvni buzilishdan paydo bo'ladi. Buyrak usti bezi gormonlarni yetishmovchiligi timusning involyutsiyasini to'xtatadi. Natijada timus bezi kattalashishi kuzatiladi. Limfoid to'qimani kattalashishi immun hujayralarini o'zgarishiga olib keladi. Tabiiy chidamlilik pasayadi va surunkali kasalliklar rivojlanadi. Klinik ko'rinishi limfatik diatez bor bolalarni ota-onalari va qarindoshlarida allergik kasalliklar, artritlar, karditlar, bronxial astma, qandli diabet, semizlik, stereotoksikoz, surunkali tonzillit aniqlanadi. Limfatik diatezi bor bolalarning 3dan 2 qismi asfiksiya bilan tug'ilgan. Bu bolalar ona ko'kragiga kechroq beriladi. 79% aralash ovqatlanishda yoki sun'iy ovqatlanishda bo'ladi. Limfatik diatezi bor bolalar fiziologik sariqlik cho'ziluvchan kechadi. Yiringli kasalliklar, disbakteriozlar, enterokalitlar, pnevmoniyalar, faringotraheyitlar, bronxitlar kuzatiladi. Limfatik diatezi bor bolalar tug'ilganidan bilinadi. Bola katta vazn bilan tug'iladi. Tug'ilganda yuqori vazn va bo'y ko'rsatkichlari. Bola qo'shish kerak bo'lgan vazndan ko'proq qo'shishni boshlaydi. Bolalarda semizlik,
to'qimalari shishgan, terisi oqargan, kam harakatlik, emotsional sustlik kuzatiladi. Bolani bo'yni va tanasi kalta, qo'l va oyoqlari uzunroq bo'ladi. Limfoid to'qimalarni kattalashi kuzatiladi. Limfa tugullari, adenoidlar, tang'ili bezlari kattaligi. 3 dan 2 qism bolalarda jigar va taloq kattalashgan bo'ladi. Timus bezining kattalashi kuzatiladi. Bunda chaqaloqlarda shovqinli nafas, yo'tal aniqlanadi. Chaqaloqlarda qayd qilish, qusish, qorindan bo'lishi, ichi suyuq kelishi tez kuzatilib turadi. 6 oylikgacha bolalarda ko'p qusish, ishtahasizlik, dispepsik holatlar, kattaroq yoshdagi bolalarda qorin og'rig'i kuzatiladi. Belgilar yangi ovqat kiritilganda aniqlanadi. Sababsiz yo'tal, ba'zan ko'k yo'tal simon, yotganda, qo'rquvda, yig'laganda. Shilliq qavatlari yallig'lanishga moyil bo'ladi. Bolalarda tezda rinitlar, otitlar, blefaritlar, konjunktivitlar rivojlanadi. Gumoral immunitetni pastligi kasallikni cho'zilishiga olib keladi. Bu bolalarda suv va xloridlar muvozanati noto'g'ri bo'ladi. Gipoglikemiyaga moyil bo'ladi. Bu bolalarda kasalliklar tez va qaytalanuvchi kechadi. Uzoq muddat subfibril isitma bo'ladi. Pnevmoniya qo'shilib qolsa, tezda nafas va yurak qon tomir yetishmovchiligi rivojlanadi. Kuzatuvlarga ko'ra, limfatik diatez belgilari 1,5-2 yoshdan keyin kamayib boradi. Limfa tugullari 2-3 yoshdan keyin kichrayadi. Laborator va instrumental tekshiruvlarda qonda limfositoz aniqlanadi, monotsitlar kamayadi. Leykositlar va trombositlar soni oshishi mumkin. Immunogrammada T limfositlar nisbiy yoki absolyut kamayishi kuzatiladi. Somatotrop gormon ko'tariladi. TTG, AKTG va kortizol pasayadi. Bioximik analizlarda lipidlar va xolesterin ko'payadi. Rentgen tekshiruvda timomegaliya aniqlanadi. Davolash limfatik diatezi bor bolalarga immunomodulyatorlar va buyrak usti bezini faoliyatini kuchaytiruvchilar qo'llaniladi. Dibazol, smorodina barglari, grudnoy eliksir, glitseram, vitamin C, B5, B6, B12, aratat kaliya, PP vitamini va E. Profilaktikasi. Homilador bo'lishdan oldin onalarda surunkali infeksiya o'choqlarini davolash kerak bo'ladi. Onalarning ovqatlanishi ratsional bo'lishi tavsiya qilinadi. Homila gipoksiyasini davolash kerak bo'ladi. Gipoksiya bilan tug'ilgan bolalarni vaqtida davolash kerak. Chaqaloqlarni yoshiga mos to'g'ri ovqatlantirish kerak. Bundan tashqari kun tartibiga rioya qilish kerak bo'ladi. Toza havoda sayr qilish, chiniqtirish, massaj va gimnastika mashqlari. Adaptogenlar, eleuterokok va vitaminlar 2 haftalik kurs bilan beriladi. 1 yoshgacha bolalar tabiiy ovqatlanishda bo'lishi kerak. Sun'iy ovqatlantiriladigan bolalarga nordon sut aralashmalari berish tavsiya qilinadi. Tunda ovqat berish taqiqlanadi. Agar bola bezovta bo'lsa, dog' suv berish kerak. Bola ratsionidan yengil so'riluvchi yog'lar va uglevodlar cheklanadi. Bolaga oqsil normadan oshmasligi va vitaminlarga boy ovqat berilishi kerak bo'ladi. 3 yoshdan keyingi bolalarda ovqatlanish oddiy, yoshiga mos bo'lishi kerak. Jismoniy mashqlar yoshiga mos. Bu bolalar kasallanganda tinch sharoit, inyeksiyalar imkon qadar kamroq ishlatilishi kerak bo'ladi. Dori-darmonlar imkon bo'lsa og'iz orqali berish tavsiya qilinadi. Xonani tez shamollatish kerak. Yana bir chiniqtirish usullariga bolaga sovuq suv ichishni o'rgatish. Og'zini ovqatdan keyin chayqashni o'rgatish. Ramashka bilan, kalendula bilan, soda rastvori bilan, shalfey va boshqalar. Limfoid to'qimalari giperplaziyasi bor bolalarda adenotomiya va tonzilotomiyalar aniq ko'rsatmalarga ko'ra qilinishi kerak. Timus, buyrak usti bezi yetishmovchiligida emlashlar kechiktirilishi mumkin. Buyrak usti bezi gormonlar yetishmasligi belgilariga bola bo'shligi, ayniqsa kunning ikkinchi yarmida. Bolalar o'zlari yotishni xohlashi, ko'p terlash, gipotermiya, tana haroratining pasayishi. Rahmat.